Sehr qilingan kishi qanday qilish kerak? Avtori Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Alloh taologa hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga va uningga ergashganlarga durud salomlar bo'lsin. Sehr haqiqatan mavjuddir. Sehr qilingan kishi sehrni bekor qilish uchun islom ko'rsatgan choralarni qiladi. Sehrni bekor qilish uchun sehrgarga yo'l mengish va sehr orqali sehrni bekor qilish haromdir. Sehrni bekor qilish uchun yoki sehrdan mudofaa qilish uchun islom ko'rsatgan eng unumli yo'l bo'lsa tuvandikicha. 1. Alloh taologa yuzlanish, uningga tayinish va tavakkul qilish. Uningga yelinib turib duo qilish. Alloh taoloni yod etib zikr qilib turish. Alloh taologa iltijo qilib sehr va barliq maxluqlarning ziyonkashligidan panoh tilash va payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan maxsus duo oyatlarini o'qishdir. Bu sehrni bekor qilish qilib foydali bo'lmasdan turli ziyonkashliklarning oldini olib saqlaydigan mudofaa xarakterlik mustahab bo'lgan yaxshi ishdir. Haq taolo aytadi: Allohga tavakkul qilgan, Alloh tavakkul qilganlarga yetarlikdir. Ahzob surasi 48-oyat. Osmonlardagi va zimindagi g'aybni bilish Allohga xosdir. Hamma ish Alloh taoloning ilkididir. Shunga Allohga ibodat qilgan va Allohga tavakkul qilgan. Parvardigoring qilayotgan ishlaringlardan g'ofil emasdir. Hud surasi 123-oyat. Qur'onni o'qisang oxiratga ishonmaydiganlar bilan sening orangda yo'shurun parda paydo qilamiz. Isro surasi 45-oyat. 2. Sehr qilishga ishlatilgan moddani topqili yoki o'rnini bilgili bo'lsa, shuni tepib yo'q qilib o'tish. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bir Yahudi tarafidan sehr qilingandan keyin Janobi Allohdan shifoliq so'ragan. Alloh taolo sehrga ishlatilgan tag'oqning o'rnini payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga bildirib, tag'oqni quduqning ichidan oldirib o'tgandan keyin sallamaza saqayib ketgan. Bemor oldi bilan doktorga ko'rinib, jismoniy kasallik bor yo'qligini bilishi zarur. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam kasalliklardan davolanishga buyurgan. Davolanish bilan birga duo va oyatlar bilan Alloh taologa yuzlanib, uningdan shifoliq so'rash kerak. Ammo benormallikning sababi jismoniy kasal bo'lmay, sehr ta'siri ekanligi aniqlansa, bemor o'zi oyat va duolarni o'qisimi bo'ladi yoki ularni suv va boshqa yemakliklarga damida qilib iste'mol qilsimi bo'ladi. Zuhri Urvadan rivoyat qiladi-ki, Aisha radhiyallohu anha mundaq degan: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam vafot bo'lgan kasalligiga giribtor bo'lganda panohlik tilash suralari, Ixlos, Falaq va Nas qatorliqlarni o'qib, o'ziga o'zi suflaydi. Kesili ig'irlashib ketgandan keyin u suralarni men o'qib, unaga suflab qo'yatdim. Barakatlik bo'lganlik uchun Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning o'z qo'li bilan badanini siltib qo'yatdim. Ma'mar mundaq deydi: Zuhridan qandoq suflaydi deb so'rasam, u ikki qo'liga suflaydi. Andan ikki qo'li bilan yuzini silaydi dedi. Hazrati Aisha radhiyallohu anha suvga oyat va duo o'qib damida qilib kasalga sapsib bo'ladi deb qaraydi. Imom Navaviy barliq olimlar tukuriksiz suflab duo va oyat o'qishni joiz deb qaraydi. Sahoba va tabiinlar ulardan keyingilarning ko'pchiligi suflashni mustahab deb qaragan degan. Sehrdan saqlanishga va sehr ziyonkashligiga uchraganda tuvandagi duo oyatlar o'qiladi. 1. Fatiha surasi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Fatiha o'qib bemorni davolagan sahobiga uning damida ekanligini qandoq bilding degan. Fatihani 3 yoki 7 qatim o'qisa bo'ladi. 2. Baqara surasi 255-oyat. Ayatul Kursi. Allohu la ilaha illa huval hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dhal ladhi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bu Qur'on Karimdagi eng ulug' oyatdir. Bu oyatni har farz namozdan keyin shundaqla uxlashdan ilgari o'qiydi. Sahih hadisda Ayatul Kursini oxirgacha o'qi. Alloh tarafdan qo'g'dug'ichi hamisha qo'g'dab turadi. Sana tong atqucha shayton yaqinlasha olmaydi deyilgan. 3. 109-sura Kafirun surasi. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. 3 qatim o'qiydi. 4.
112 sura İxlas surasi. Qul huvallohu ahad, Allohus samad, lam yalid va lam yulad va lam yakul lahu kufuwan ahad. 3 qatim o'qiydi. 5. 113 sura Falaq surasi. Qul a'udhu bi robbil falaq min sharri ma khalaq wa min sharri ghasiqin idha waqab wa min sharri an-naffathati fil 'uqad wa min sharri hasidin idha hasad. 3 qatim o'qiydi. 6. 114 sura Nas surasi. Qul a'udhu bi robbin nas, malikin nas, ilahin nas, min sharril waswasil khannas, alladhi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. 3 qatim o'qiydi. 7. A'raf surasi 117 119 oyatlar. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين Robbi Musa va Harun. 8. 10 sura Yunus surasi. 79 oyatdan 82 oyatlargacha. Wa qala fir'aun a'tuni bi kulli sahirin alim. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. 9. 20 sura Taha surasi 65 oyatdan 69 oyatlargacha. قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. 10. 2 sura Baqaraning oxirgi 2 oyati, ya'ni 285 va 286 oyatlar. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Hadisda mundaq ko'rsatilgan:
Kimki kechisi Baqaraning oxiridagi 2 oyatni o'qiydi ekan, uningga kechichi kifoya qiladi. 11. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ko'rsatgan bu duo. Allohumma robban nasi adhibil ba'sa ishfi anta shafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Ey butun insonlarning parvardigori, og'riqni ketkizayotgan, uninga shifolik bergin. Sen shifolik berguvchisan. Sening shifoyingdan boshqa shifo yo'qdir. Shundoq shifolik berginki, kasallik qolmag'ay. 12. Jibril alayhissalomning payg'ambarimizga o'qib qo'ygan bu duosi. Bismillahi arqika min kulli shay'in yu'dhika min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin. Allohu yashfika bismillahi arqika. Allohning ismi sharifi bilan sana azor berdigan har qanday narsaning zinidan sana dam salaman. Har qanday bir nafsning yoki hasad qilgan ko'zning zinidan sana Alloh shifolik bersin. Allohning ismi sharifi bilan sana dam salaman. 13. Tavba surasi 129 oyatdagi bu duo. Hasbiyallohu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Allah menga kifoya qiladi. Uningdan boshqa hech iloh yo'qdir. Uningga tavakkul qildim. U buyuk arshning parvardigoridir. 14. Adigini va oqshimi bu duoni 3 qatim. A'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq. Allohning ulug' kalimalari bilan mahluqotlarning sharridan panoh tilayman. Buni atigini oqshimi kecha-kunduz uyga kirganda yoki taloga chiqqanda o'qiydi. 15. Atigini va oqshimi bu duoni 3 qatim. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ardi wa la fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim. Nomi bilan osmon va zaminda hech narsa ziyon yetkazolmaydigan Allohning nomi bilan panohlanaman. Allah hammani anglab va ko'rib turg'uchidir. 16. Bu duo. Allohumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa 'an yamini wa 'an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ey Allah, sendan dunyo va oxiratda salomatlik tilayman. Ey Allah, sendan gunohlarimga mag'firat, dinimda, dunyoligimda, oilamda, pul-milimda salomatlik tilayman. Ey Allah, avratlarimni yopqin, qo'rqinchlarimni tugitib xotirjam qilgan. Ey Allah, meni oldimdan, keynimdan, o'ng tarafimdan, so'l tarafimdan va ust tarafimdan qo'g'digan. Sening ulug'lig'ing bilan asti tarafimdan suiqasdga uchrashimdan panoh tilayman. 17. Ayyub alayhissalomning bu duosi. Anni massaniyad-durru wa anta arhamur rahimin. Haqiqatan meni balo, ya'ni qattiq kasal urib oldi. Sen eng marhamatlisan. Anbiya surasi 83-oyat. Bu baxosiyatlik ulug' duo bo'lib, Hazrat Ayyub alayhissalom mushu duoni qilgan hamon Alloh taolo uni ijobat qilgan. Qur'on Karimda Alloh taolo buni mundoq bayon qilgan. Uning duosini darhol ijobat qildik. Uning beshig'iga kelgan baloni ko'tarib Anbiya surasi 84-oyat. Yuqorqi duo va oyatlarni adigini va oqshimi va boshqa barliq chog'larda o'ziga o'qib, o'rib suflasa bo'ladi. Qo'liga suflab badanini silasa bo'ladi, yoki suvga o'qib suflab tamida qilib ichsimi bo'ladi, yoki shu suvda yuyinib tahorat olsimi bo'ladi. Bularni mumkin bo'lsa arabcha to'g'ri talaffuzda o'qig'ini afzal. Undaq o'qiyolmasa, uyg'urchisini qadr qilib ixlos bilan o'qisimi yoki bu duo va oyatlarni yaxshi o'qiy oladigan taqvodor kishining yoniga berib, bularni bemorga o'qib suflasimi bo'ladi. Bu ahvolda o'qib qo'yadigan kishi sehrgar, palchi, daxon, rammal bo'lmasligi, ayol kishi bilan mahramsiz xoli yerda bo'lmasligi, ayolning to'liq kiyimi bilan bo'lishi qatorliq shartlarga rioya qilish kerak. Burunqilardan Vahb ibn Munabbih, keyingilardan Al-Shayx Fathul Majid degan kitobida va Shayx Abdullah ibn Baz qatorliq ba'zi olimlar sidr darxining 7 yopirmoqini suvga chilab, shu suvga yuqorqi oyatlarni o'qib, o'rib ichsa va uningda tahorat olsa sehrdan saqiydi degan gapni o'ttirg'a qo'ygan bo'lsa-mu, bunday qilishning sahih yoki zaif bir hadisdan dalili yo'qdir. Allah eng to'g'risini bilguchidir. Sajiya Islom tadqiqot markazi